22,5 razmerli diskamiz ikkiga bo'linib kelgan. Alyuminiy diska. Gruzovoy mashinalarniki, fura mashinalarniki bu. Ana shu nasib etsa bizga ishonib ketirishgan. Nasib etsa tuzatib beramiz. Qanaqadir nagruzka bo'lganda ichkarisidan nimadir buni kesib olgan adashmasam, o'shaning hisobiga ikkiga bo'lingan. 5 kamerali bo'ladi bu, baravar. Ana shu diskamizni o'zi chiroyli qilib tuzatib ko'rsatamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Ana do'stlar, diskamizni singan joyini tozalab, sentrovka qilib, tochka berib, faska holatiga keltirib oldik. Ana endi svarkasini ham chiroyli qilsak bo'ladi. Nasib etsa, kachesini chiqarib beramiz. Zo'r ishlab berish kerak. Mana shunday o'zicha holatga keldi bu. Tayyor bo'ldi diskamiz. Charchab ketdi ustamiz. Oxiri diskamiz tayyor bo'ldi. O'zi ham kuni bo'yi svarka qildim. Svarkalari chiroyli ham zo'r chiqdi. Nasib etsa ishlab berish kerak. Lekin bunaqa ish birinchi marta qilganim uchun egasidan so'rab o'tiraman. Agar ishlab ketsa juda ham xursand bo'laman. Mabodo lekin svarkasidan yorilsa, qaytib bunaqa ish umuman qilmayman. Yengil mashina ko'p qilganman, bo'laklangan, lekin gruzovoyga qilmagandim. Mabodo sinsa, qaytib bunaqa ish qilmayman. Sababi menga pul olish qiziq emas, sifatli ish bo'lsa bo'ldi. Lekin nasib etsa ishlab berish kerak. Hamma yo'g'i baquvvat zo'r chiqdi. Bu yo'ldan ham svarkalar zakoni bo'ldi. Xudo xohlasa ishlab beradi.